أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد قال الله تعالى في كتابه وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. Alloh taolo Qur'on haqida aytadiki, Qur'onni biz batafsil nozil qildik. Qur'anan faraqnahu ala muks. Qur'anan faraqnahu litaqrahu ala an-nasi ala muks. Qur'onni batafsil nozil qildik odamlarga sekin-sekin o'qib berishligingiz uchun. Va uni maydalab tushirdik deydi. Qur'on nega bir butun bo'lib tushmadi Tavrot singari degan savolga javob qilib mana shu oyatni nozil qildi. Odamlarga sekin o'qib berishlik uchun. Ya'ni bu Qur'on hayot kitobi. Butun hayot mobaynida o'rganiladigan kitob. Boshqa ilmlar singari alohida bir vaqt ajratib qo'yib, shu bilan bir qutulib qo'yiladigan kitob emas. Faroqnahu, uni biz batafsil qildik. Litaqra'ahu alan-nas ala muks. Odamlarga uni o'qiganda ala muks, ya'ni turib vaqti bilan, soati bilan insonlarga o'qib berishlik uchun. Bir butun qilib tushuntirib ham bo'lmaydi va bir butun qilib o'qib chiqib ham bo'lmaydi. Manfaatli qilib ya'ni. Va nazzalnahu tanzila. Biz uni bo'lib nozil qildik. Qur'on voqealarga muvofiq ravishda tushar edi. Shuning uchun biz hozir qo'limizdagi Qur'on tartibi Rasulullohga nozil bo'lish tartibiga to'g'ri emas bu. Ma'lum, Qur'onda birinchi tushgan sura Fotiha surasi emas edi. Qur'onda birinchi tushgan sura Iqro surasi edi. Mana bu insonlarning ehtiyoji va holatiga qarab Alloh subhanahu va taolo nozil qilardi. Shuning uchun biz ham Qur'onning tartibini Baqara surasidan emas, hammaga ma'lum bo'lgan, hamma bilib o'qiydigan suralarning tartibidan tafsirida davom etamiz. Bugungi sura An-Nas surasi. Bu sura va bundan oldingi Falaq surasi va bundan oldingi Ixlos surasi, mana bu 3 sura ma'lumki muavvizat deyiladi. Muavvizat ya'ni panoh tilovchi suralar. Alloh taolodan bu suralarni o'qib inson panoh tilaydi. Bu suralarning fazilati haqida hadislar ko'p nihoyatda. Shulardan bir dona Imom Muslimda kelgan hadis bilan kifoyalanamiz. Uqbat ibn Amir radhiyallohu anhu ning hadislaridan rivoyat qildilar. Bu suralarning fazliga mana shu hadis kifoya aslida. Alam tara ayatin unzilat al-layla lam tura mithluha qat. Qul a'udhu bi robbil falaq va qul a'udhu bi robbin nas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar-ki, kecha kechqurun tushgan oyatlarni ko'rdingmi deganlar Uqbat ibn Amirga. Unaqa oyatlar hali tushmagan. Boshqa bir rivoyatda keladi, na Qur'onda, na Tavrotda, na Injilda yoki Zaburda biror kitobda bunaqa oyatlar tushmagan. Ular Falaq va Nas suralari dedilar. Qul a'udhu bi robbil falaq, qul a'udhu bi robbin nas suralari. Bunaqasi tushmagan biror joyda. Demak, bu suraning kichikligiga insonlar aldanmasligi kerak. Ya'ni uni ichida bir ko'p ma'nolar yo'q deb o'ylamaslik kerak. Aqidaviy ahkomlar, odob axloqqa tegishli ahkomlar, nihoyat ko'p ahkomlar bor. Shularning ba'zisi bilan tanishamiz xolos bu yerda.
Aslida tafsirda istiob hech kimga nasib qilmaydi. Ya'ni bir suraning tafsiridagi hamma ma'noni tushuntirib berish hech qaysi kitobda ham, hech qaysi da'vatda ham topilmaydi. Ba'zisiga kifoyalaniladi xolos. Bu An-Nas surasi va Falaq surasining asosiy mohiyati shayton. Shuning uchun suraga qarasak, qul a'udhu bi robbin nas. Ayting, insonlar Robbisi bilan panoh tilayman. Malikin nas. Insonlar podshohi bilan panoh tilayman. Ilahin nas. Insonlarning ilohi bilan panoh tilayman. 3 oyat hali ham bu maqsad emas edi. Nimadan panoh tilaydi? Min sharril vasvasil xonnas. Berkinadigan vasvasachining yomonligi, ya'ni shaytonning yomonligidan panoh tilayman. Maqsad suraning o'rtasidagi mana shu ma'no edi, ya'ni shayton. Suraning boshi shu shaytonga muqaddima edi. Suraning oxiri esa shu shaytonning sifati edi. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Bu berkinuvchi vasvasachi shunday maxluqki insonlarni ko'ksida vasvasa qiladi. Minal jinnati wan nas. Jin va insonlardan iborat vasvasachilar bular. Ko'rinib turibdiki, suraning asosiy mohiyati shayton. Mana shuni tushunsak biz nega Rasululloh bunaqa sura tushirilmagan deganligini tushunamiz. Nega bunaqa sura tushirilmagan? Chunki aslida inson yerga tushirilishida maqsad o'zi shu sura edi. Shayton va inson. Dunyo oxiratda maqsad o'zi shu. Jannat ham, jahannam ham, hisob-kitob ham. Inson jannatdan chiqishligi va yerga tushishligi ham hammasi mana shu narsa. Shayton. Shuning uchun aytdilarki, bunaqa sura tushirilmagan. Bu dushman shunaqa dushmanki inson unga kuch bilan bas kelmaydigan dushman. Alloh taolo insonni yaratganda unga dushmanlar qildi. Bu dushmanlar ichida ba'zilari kuch bilan, ba'zilari murosa bilan daf bo'ladi. Lekin shunaqa dushmanlar borki, kuch bilan ham, murosa bilan ham daf bo'lmaydi. Faqat ularda bir yaratuvchisi bilangina daf qilinadi. Shunga o'xshash Yajuj Majuj ham. Imom Muslimda rivoyat qilingan hadisda keldi. Yajuj Majuj chiqqan paytda Alloh taolo Iso alayhisolamga vahiy qiladi. Qad akhrajtu ibadan li la yadan li ahadin biqitalihim. Faharriz ibadi ila tur. Alloh taolo Iso alayhisolamga aytadiki, men shunday bir bandalarni chiqardimki, Yajuj Majuj chiqqanda. Biror kishi ularga jang qilishga qudrati yo'q. Hech kim bas kela olmaydi. Demak, mana ko'rinib turibdiki, shunaqa bir maxluqlar bo'lar ekan. Maxluq unga bas kela olmaydi. Hozir insonlar ichidan ham shayatinul ins shunaqa insonlar bor. Maxluq unga bas kelmaydi. Endi jin olami esa batariqa a'lo. Hech qachon maxluq unga bas kela olmaydi. Inson ya'ni. Yajuj Majuj ham shunaqa deyilyapti. Qad akhrajtu ibadan li la yadani li ahadin biqitalihim. Shunday bandalarni chiqardimki, biror kishi ularga jang qilishga toqati yo'q. Aslida Iso alayhisalom hozir bu. Va u kishi boshchiligidagi musulmonlar, lekin hatto shularda ham toqati yo'q. Bandalarni shuning uchun turga olib qoch deydi. Ularni turga himoyala. Ana bu shayton ham shunaqangi dushmanlardanki, inson o'z toqati kuchi bilan hech qachon daf qila olmaydigan dushmanlardan. Ibn Javziy rahimahulloh Talbis iblis kitoblarida zohidlardan birining shogirdiga qilgan nasihatini keltiradi. Shaytondan qanday qutulish kerak degan masalada. Haligi insonga aytadiki, agar bir qavmning oldidan o'tsang, bir cho'pon odam, ularning bir cho'ponlarini qo'riqlaydigan bir ma'lumki iti bo'ladi. Shu it seni hech yo'ldan o'tganini qo'ymasa, inson o'taveradi, bu akillaveradi. Shu holatda yo'lda nima qilasan deydi. Itni daf qilaman. Yana hamla qilsachi, yana daf qilaman. Yana hamla qilsachi, yana daf qilaman. Ustoz aytadiki, unda seni yo'ling hech qachon yurmas ekan. Sen hayotga kelganingdan o'lguningga qadar ishing mana shu it bilan olish bilan o'tar ekan deydi. Nima qilish kerak desa, itni egasi cho'ponga murojaat qilasan.
Qachonki agar cho'ponga murojaat qilsang, cho'pon itni sendan tortsa, hamma muammo yechiladi. Inson yo'lida davom etadi. Bu shayton mana shu it bo'ladi degan. Agar sen o'zing bu bilan kurashib ovora bo'laman desang, hayoting o'tadi. Shuning uchun uning egasiga murojaat qilasan. A'udhu billah degan mana shu bo'ladi. Allohning himoyasiga kiraman degani. Ya'ni qochib inson o'zi bardosh bera olmaganligi uchun Allohning himoyasiga kiraman deydi. Bu surani o'rganishda shuning uchun ham asosiy maqsadda mana shu shaytonga qaratiladi. Bu shayton nima o'zi? Odamlarda hozir shaytonni bir shunchaki ma'naviy narsadek bir tasavvur paydo bo'lib qolgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam asli hadisda aytganlarki, "Man minkum min ahadin illa wukila bihi qarinuhu." Sizlardan kim bo'lsin, har birining oshnasi bor shaytondan deganlar. Demak, bir majlisda 10 ta inson o'tirgan bo'lsa, kamida 10 ta shayton o'tiribdi degan. Aslida bitta bo'lsa ham insonni jahannamga tortishga yetar edi. Xuddiki Odam alayhisalom bilan Havoga mana bitta shayton kifoya qilgan. Lekin Rasululloh aytayaptilarki, "Ma minkum min ahad illa wukila bihi qarinuhu minal jin aw minash shayton." Kim bo'lishdan qat'iy nazar bitta shaytoni bor. Bu kamida. Agar insonga bitta shayton bas kelmasa, o'nlab, 20 lab shaytonlar yopishaveradi insonga. Buni ham Rasululloh ishora qilganlar. Inna shaytona yad'u arshahu alal ma. Shayton o'zining taxtini suv ustiga o'rnatadi. O'zining uni hukmronligi bor. O'zining boshqaruvi bor uni. O'zining taxti ravoni bor, o'zining askarlari bor. Arshni, o'zining arshini suv ustiga o'rnatadi. Summa yab'athu saraya. Keyin o'zining sariyalarini jo'natadi deganlar. Sariya bir necha 10 kishilardan tashkil topgan kichik guruh. Yani xuddiki bir insonni masalan hozir ushlab ketishlikka o'nlagan, 20lagan inson guruh jo'natiladi. Xuddi shayton ham ana shu shaytonlar ham xuddi shunaqa ishlaydi. Demak, bir insonga o'nlab shayatinul ins ishlaganidek, bir insonga o'nlagan shayatinul jin ishlashligi ham mumkin. Chunki aslida shayatinul insni, inson shaytonlarni mana shunaqa o'nlab insonni bitta insonga jo'nattirayotgan shayton. Bu o'zining haqiqiy sariya lashkarlarini ham jo'nattirmay qo'ymaydi. Mana buni hissiy tasavvur qilish kerak shuning uchun ham. Yab'asu saraya aqrabuhum ilayhi manzilatan a'zamuhum fitnatan. Bu shaytonlarning katta shaytonni taxtiga eng yaqini, eng fitnasi katta bo'lgani. Bu suraning oxirida minal jinnati wan nas degan joyidagi e'tiborga qarasak, voqelik bilan haqiqiy shaytonlar o'rtasida naqadar bog'liqlik topasiz. Jin va nas. Bu shaytonlar insonlardan ham bo'ladi va jinlardan ham bo'ladi. Xuddi shu uslub yab'asu saroya, shayton ya'ni o'zining lashkarlarini jo'natadi. Eng qattiq bir mu'minni fitnalay olgani katta shaytonga eng yaqini. Inson shaytonlardan ham xuddi shu nizom hozir davom etyapti. Eng katta turgan shayton bo'ladi tepada, tog'ut. Aqrabuhum ilayhi manzilatan, mana bu tog'utchalarni keyin bu katta tog'utga eng manzilati yaqin bo'laydigani, uning eng obro'sini ko'taradigan, uni martabasini ko'taradigan, mansabini ko'taradigan a'zomuhum fitnatan. Musulmonlarda boshiga qancha kuchli balo solsa, o'sha katta tog'utga shuncha yaqin bo'ladi. Ana shu shayatinul insi val jin degani. Minal jinnati wan nas degani. Bu jinlardan bo'lsa, xuddi insonlardan ham bor. Bu bizga bildiradiki, mana shu inson tog'ut va inson tog'utchalardan qancha qo'rqishimiz kerak bo'lsa, katta shayton tog'ut va uning kichik sariyalaridan ham shunaqa qo'rqishimiz kerak. Faqat bulardan qo'rqish Allohdan qo'rqish bilan bo'ladi, xolos. Hech bir lahza yo'q. Albatta bular hozir va hozir. Insonlar hozir vasvas bo'lib qolyapti. Shayatinul ins sabab. Inson shayton sabab insonlar vasvas bo'lib qolyapti. Ya'ni bir inson shayton tursa mana bu yerda mana odamlar dovdirab qolyapti. Ya'ni nimaga turibdi, nima qilyapti bu yerda? Aslida bittadan shayatinul inslardan biri xolos bu. Bu uyimizning ichida, oldimizda bu shayatinul jin, bular o'nlab, yuzlab turgan bo'lishligi mumkin.
Shayatinul ins nima qiladi? Dunyoni xarob qiladi. Shayatinul jin nima qiladi? Oxiratni xarob qiladi. Shuning uchun ham aslida aduvun mubin mana shu bo'ladi. Haqiqiy ochiq bir dushman. Shayatinul insni qo'liga tushsa, Alloh imkoniyatlar bergan. Men majburman deb har xil holatda inson chiqib ketishligiga imkoniyat bergan. Lekin shayatinul jin qo'liga tushgan insonga Alloh uzr bermagan. Yani jin shaytonni qo'liga tushganda men majbur edim, shuning uchun shaytonga aldandim degan gap ketmaydi. Hamma yo'lda bular o'tiradi. Alloh taolo shaytonni yaratgandagi holatida shayton qasam ichgan. Bu shunchaki hazilakam gap emas, bu qasam ichgan. Qola fabima aghwaytani, shayton aytadi. Meni yo'ldan urganing sabab degan Allohga aytgan. Allohga meni yo'ldan urgansan deydi. Fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Qasam ichamanki, o'sha bandalaringni to'g'ri yo'li ustida o'tirib olaman deydi. Inson shuning uchun hamtama bo'lmasin, osongina iymon keltiraman, osongina haqni topaman, keyin osongina haq ustida yuraman yoki haq ustida o'laman. Osongina emas bu narsa. La aqudanna, albatta qasam ichib aytgan, men o'tiraman mana shu. Ishi shuni, shug'luhu shag'il deyiladi. Uni ishi shu, vazifasi shu. Millionlagan shaytonlar hammasini ishi shu. Nima qiladi? La aqudanna lahum siratakal mustaqim. Siratul mustaqim ustida o'tirib oladi. Siratul mustaqim ustida o'tirib oladi. Chetdan turib chaqirmaydi, aynan yo'lda o'rtasiga turib oladi. Tasavvur qiling, bir inson yo'lda ketayotganda oldin bir bezori chiqadi. Qo'ymaydi. Unga ham qo'ymaydi, chapga ham qo'ymaydi. Shu yo'ldan chiqasan qo'yaman deydi. Bu shuni endi surib o'tib ketishligi kerak yoki shu Allohdan so'rab bir narsa qilgin shuni deb o'tib ketish kerak. Agar bu shayatinul ins bo'lsa-ki, buni surib o'tib ketardik. Lekin shayatinul jin bu, kuchimiz yetmaydi. Shuning uchun iloji yo'q, Alloh taologa murojaat qilinadi. Ustida o'tirib oladi har qanday yo'lda. Oyati davomini qaraylik. La aqudanna lahum siratakal mustaqim, thumma la atiyannahum. Keyin ularga kelaman deydi. Min bayni aydihim, old tomonlaridan. Va min xalfihim, orqasidan ham kelaman. Ya'ni o'tib ketgandan keyin ham qo'ymaydi, bo'ldi, o'tib ketdi endi bu deb. Imom Ahmad so'zlarini aytdik-ku, o'g'illari Abdulloh ibn Ahmad rivoyat qilgan, otam o'lishida yo'q, yo'q deb talvasaga tusha boshladi. Bir pasdan keyin hushiga keldi. Otamdan so'radim, nimani yo'q yo'q deb terlab, pishnab, nimanidir rad qilgandek bo'lib yo'q dediz deydi. Imom Ahmad aytadilarki, shayton ko'rindi ko'zimga. Eshikning oldida turib, barmog'ini tishlab, "Futtani ya Ahmad" dedi. "Ey Ahmad, qo'ldan chiqding" dedi. Imom Ahmadga aytardi, "Ya'ni seni eplolmadim." Mana qarang, o'tib ketdi aslida. Imom Ahmad o'tyapti dunyodan. Shayton oldida emas, orqasida qolyapti. Lekin shunda ham qo'ymayapti. "Futtani ya Ahmad" degan. Qo'ldan chiqding ey Ahmad deydi. Agar hozir bizga o'xshagan insonlarda biriga shayton qo'ldan chiqding desa, bu inson tamom o'zidan ketadi. Bo'ldi, men shaytonni aldab, go'yoki uni ortimda qoldirib ketib boribman ekan deydi. Aslida ana shu kerak. Orqadan turib unga vasvasa qilish nimaga kerak? O'tib ketgandan keyin ham. Hali ham umid qiladi, hali ham ig'vo qilib qolish mumkin. Agar men shaytondan qo'ldan chiqibman desa, tamom dunyodagi imtihonni unutgan bo'ladi. Bu ortidan ham kelaman degan. Buni faqat ahli ilm bo'lgan ana shunaqangi olim insonlargina his qiladi. Imom Ahmad shuning uchun o'shanda aldanib, xursand bo'lib shaytondan chiqibman ekan demagan, la degan. Yo'q, hali men o'tolganim yo'q sendan. Ya'ni modomiki insonda hali jon bormi? Jon chiqmaguncha shaytonning ham vazifasi tugamaydi. Mana shu min xalfihim degan. Orqasidan ham qo'ymaydi. Thumma la atiyannahum min bayni aydihim, oldidan ham kelaman dedi. Va min xalfihim, ortidan ham kelaman. Va an aymanihim, o'ngdan ham kelaman. Va an shamailihim, chapidan ham kelaman deydi. Hani 4 tomon. Hamma tomondan qurshadi. Nega ustidan va ostidan emas? Oldi, orqasi, o'ngi, chapi. Nega usti va ostini zikr qilmadi? Buni ulamolar har xil o'zlari gapirgan. Masalan, Imom Tabariy yoki boshqa mufassirlar nega ustidan kelmadi deganda Ibn Abbosdan rivoyat keltirishganki, chunki insonni ustidan Alloh rahmat yog'ilib turadi. Shayton bu rahmatga to'sqinlik qila olmaydi. Inson ustidan Alloh rahmat yog'iladi. Nega tagidan kelaman demadi?
imom Nasafiy aytadiki, chunki inson sajda qiladi. Gunoh qilsa ham sajda qiladi, ne'mat yetsa ham shukr qilib sajda qiladi. Bu sajdaki shayton mana shuni qilmasdan shayton bo'lgan. Shuning uchun agar inson shu sajdani qilsa, ana bu shaytonni burnini yerga ishqash bo'ladiki, u qilmagan ishni qilib inson Robbisiga tavba qilyapti yoki shukrona qilyapti. Shuning uchun asarlarda kelgan, agar banda qachon sajda qilsa, shayton chetda turib yig'laydi. Sajdaga buyurildi, qildi, unga jannat, men esa buyurildim, qilmadim, menga jahannam deydi. Shuning uchun ham sajda, ya'ni yer tagidan kela olmayman degan. Mana shu ma'nolarni chiqarishgan tafsir kitoblarida. Ya'ni ustidan va ostidan kela olmasligining ma'nosida. Bundan ham lekin bir foydali narsa bor bu yerda. Nega ustidan kela olmaydi va ostidan kela olmaydi? Chunki inson sirotul mustaqimga kirgandan keyin sirotul mustaqim shunaqangi yo'lki, inson yo oldinga qarab yuradi, yo orqaga qarab yuradi. Yoki sirotul mustaqimdan o'ngga qarab chiqib ketadi, yoki sirotul mustaqimdan chapga qarab chiqib ketadi. Ya'ni har qanday yo'lga ham tushgan inson xuddi shunaqa bo'ladi. Yo'lga tushgan inson hech qachon yo'lni tagiga kirib ketmaydi. Yo'lga tushgan inson hech qachon yo'lni ustiga samoga ko'tarilib uchib ketmaydi. Ya'ni inson yo'lga kirdimi, nima qiladi? Yuradi. Qayerga qarab yuradi? Yurish faqat 4 jihatga qarab bo'ladi. O'ng, chap, oldiga va orqasiga qarab. Hech qachon yerni tagiga kirmaydi. Yo'lda yurgan inson hech qachon yo'lni ustiga samoga ko'tarilib ketmaydi. Ana endi shayton insonni ig'vo qilaman deganda 4 tarafdan kelaman deganining ma'nosi shuki, ya'ni sirotul mustaqimga yurishiga to'sqinlik qilaman degan. U yoqqa ishi yo'q uni. Baribir osmonga chiqa olmaydi inson biladi. Baribir yerni tagiga kira olmaydi biladi. Shu 4 tomonni biriga yuradi. Bu shaytonni naqadar o'ziga kerakli narsaga harisligini bildiradi. Buni ishi shu sirotul mustaqimni bir tomoniga chiqarish. Unga nima qizig'i bor? Osmonga chiqadimi yoki yerga kiradimi? Maqsad yurmaslik kerak, to'g'anoq bo'lish kerak ya'ni. Chunki sirotul mustaqimni nihoyasi Alloh. Unga mana shu kerak. Shu uchun ham usti va tagini gapirib o'tirmagan. Menga nima qizig'i bor bu? Mana bu inson shuning uchun ham Rasululloh hadisda aytganlaridek, "Min husni islamil mar tarkuhu ma la ya'ni." Kishining islomi eng go'zal kishi shuki, o'ziga kerak emas narsani tark qiladi. Hatto shayton shunaqa qilyapti mana. Buni misoli hadisda ham keldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Inna shaytona qa'ada li ibn Adam bi atruqihi kulli." Bi atruqihi, ya'ni kulli. Hadisda aytadilarki, shayton odam bolasining barcha yo'liga o'tiradi. Bi atruqihi. Mufrad muzof bu yoki jam muzof umumni bildiradi. Har qanaqa yo'l bo'lsin o'tiradi. Yo'l lekin. Ya'ni nimagaki inson harakat qilsin, ro'parasida shaytonni topadi. Bi atruqihi kulli. Xuddi yuqorida oyatda aytilgandek, la aqudanna lahum siratakal mustaqim degan. Siratul mustaqimda o'tiraman. Shu oyatni ulamolar boshqacha bir tafsirini aytishadiki, summa la atiyannahum min bayni aydihim deganda. Ularning oldidan ham kelaman. Ularning oldidan kelaman deganda dunyoviy ishlaridan kelaman degan. Chunki dunyo mana shu oldimizdagi narsa. Hatto dunyoviy ish qilsangiz ham shayton o'z holiga qo'ymaydi. Min bayni aydihim va min xalfihim, ortlaridan ham kelaman degani oxirat ishidan ham. Chunki oxirat hali ortimizda. Oxirat ishidan ham kelaman, o'z holiga qo'ymayman. Va an aymanihim degani yaxshiliklaridan ham, yaxshilik qilayotgan tomonda ham kelaman. Yaxshilik qilayotganda ham yaxshilik qilyapti deb qo'ymaydi. Va an shamailihim, gunoh qilayotgan tomondan ham kelaman deydi. Chap tomoni ya'ni gunoh qilayotgan tomon. Hatto gunoh qilayotgan bo'lsa ham gunoh qilyapti deb qo'ymaydi. Odamlarni qaraysiz-ki, nega gunohni tubanidan tubaniga qarab kirib ketyapti? Chunki shaytonning nasibasi shu. Jahannamga tushganda o'zining atrofida insonlar bo'lishini xohlaydi. Nega? Shaytonga nega nima naf jahannamda bir o'zi qolmasligiga nega u haris? Chunki inson agar boshiga tushgan bir musibatda yolg'iz bo'lsa, musibat unga 2 barobar bo'ladi. Agar boshiga tushgan musibatda atrofida insonlar bo'lsa, ovunadi. Bitta men emasman-ku deydi. Shaytonga mana shu kerak. Jahannamiyligini biladi.
nega ko'proq insonni jahannamga tortish kerak va yana nega jahannamni tubrog'iga tortish kerak? Chunki o'zi shu jahannamning eng tubida bo'lishini biladi. O'zi shu jahannamning tubida yolg'iz qolmaslikni istaydi. Yomonlikka kirgan insonni ham shuning uchun tubrog'iga tortishga harakat qiladi. Uni darajasiga yetish kerak-da. Darajat emas, buni darakot deyiladi. Jahannamni, ya'ni fiddarkil asfal degandek darakat deyiladi. Lekin bu ham xom hayol aslida. Alloh subhanahu va taolo jahannamni shunaqa yaratganki, hech kim boshqani azoblanayotganiga qarab ovunmaydi. Oyatda aytadi: "Walan yanfa'akumul yawma iz zalamtum annakum fil azabi mushtarikun." Endi sizlar zolim bo'lganlaringdan keyin bugun azobda mushtarakliklaringiz sizlarga foyda bermaydi deydi. Foydasi yo'q endi. Millionlagan jahannami yonyaptimi? Bir dona inson jahannami bo'lib yonyaptimi? Foydasi yo'q buni. Shuning uchun Rasululloh amakilari Abu Tolib haqida aytganlar. Abbos so'raydi: "Ya Rasululloh, amakizga foyda berdingizmi?" deydi Abu Tolibga. Kofir. Rasululloh ha deydilar. Men sabab jahannamning oyog'ini to'pig'iga yetadigan joyida azoblanadi. Yag'li minhu dimaghuhu degan. Shundan dimog'i miyasi qaynaydi. Va yara an ahadan ashadda azab minhu. Hadisda kelgan bu. Lekin shu azobiga ham hech kim mendan qattiq bo'lmasa kerak deb o'ylaydi. Aslida eng yengil azoblanayotgan inson bu Abu Tolib. Nega eng qattiq azoblanayotgan menman deydi? Chunki agar o'zidan-da qattiq azoblanayotgan inson borligini bilsa, azob yengillab qoladi unga. Alloh jahannamni shunaqa qilib qo'ygan. Shayton bundan ham aldangan demak. Hadisga Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislariga qaytamiz. Inna shaytona qa'ada li ibn adama bi atruqihi. Shayton odam bolasining hamma yo'llariga o'tirgan dedilar. Faqa'ada lahu fi tariqil iman aw al-islam. Shayton insonning iymon yo'liga o'tiradi, islom yo'liga o'tiradi. Jaholatda yurgan insonning ro'parasidan chiqadi. Atadaru dinak va dina abaik va abai abaik. Nahot sen o'zingni diningni, otangni dinini, ota bobolaringni dinini tark qilasan deydi. Fa khalafahu fa aslam. Rasululloh aytadilarki, inson shunda xilof qiladida musulmon bo'ladi. Ya'ni Alloh nasib qilganlari. Shu ma'no bu qiyomatgacha davom etadi bu. Faqat kufrdan chiqib islomga kirayotgan insonlarga tegishli ma'no emas bu. Bu ma'no qiyomatgacha davom etayotganligining tasdig'i. Hozir bir insonga haqiqatni gapirsangiz, meni o'zimni yo'lim, nahot o'zimni yo'lim xato, nahot otamni yo'li, bobomni yo'li, nahot shuncha yillardan beri yurgan shu mening vatandoshlarimning yo'li xato bo'lsa deydi. Shundan bilib olaverasizki, hadisning tasdig'i qa'ada libni adam bi atruqihi kulli. Hamma yo'liga o'tirib olgan mana. Hatto iymon yo'lining ham haqiqiy iymon yo'liga ham o'tirib olgan. Bu yo'l azaldan bor, qiyomatgacha davom etadi. Shuning uchun haqiqat kelganda inson otam, bobam deyishlikdan qo'rqishlik kerak. Yoki shayxim, ustozim deyishdan qo'rqish kerak. Yoki vatanim, meni mintaqam shunaqa, biz tomon shunaqa degan gap insonni mana shunda shaytondanligini bildiradi. Bu aslida Fir'avn hujjat. Bu Fir'avn hujjat. Musa alayhisalom haqda olib kelganda Fir'avnni birinchi aytgan gap Musa alayhisalomga shu bo'lgan. Qala fama balul qurunil ula. Musa alayhisalomga qarab aytganki, sen haq bo'lsang, shuncha yil avvalgi insonlarning holi nima bo'ladi endi deydi. Shuncha inson zalolatda yurganmidi? Yurgan bo'lsa yurgandir. Musa alayhisalom nima degan? Qala ilmuha inda robbi. Ularda ilmi Alloh biladi. Nima ishimiz bor bizda o'tgan shuncha asrdagi insonlar, otasi, bobosi, uni shayxi, domlasi adashib yurganmi, haqda yurganmi? Ilmuha inda robbi. Uni ilmi Robbim huzurida deydi. Bundan inson qo'rqishligi kerak shuning uchun ham. Birinchi o'rinda mana shu iymon va uning haqiqat yo'lida o'tiradi. Fa khalafahu fa aslam. Inson unga xilof qiladida musulmon bo'ladi. Xuddi shuningdek gohida o'shanga xilof qiladida inson haqiqat yo'liga yuradi. Thumma qa'ada lahu fi tariqil hijra. Rasululloh aytganlarki, keyin u islomga kirgandan keyin shayton unga hijrat yo'lida o'tiradi. Bu narsani 100 ga 100
voqeligingizga tushirib olaverasiz. Hamma holat odamlarniki mana. Kimdir zo'rg'a o'zi haqiqatni tovoladi, keyin keyingi marhalaga dosh bermaydi lekin. Hijratga dosh bermaydi. Faqa'ada lahu fi tariqil hijra. Hijrat yo'lida o'tirib olgan chunki. Atadaru baladak deydi. Va balada abaik. O'zingni yurting, ota-bobong yurtini tashlaysanmi deydi. Ya'ni insonlarda hattoki bu zaybul masal bo'lib qolgan, shaytonning bu vasvasasilik insonlarda xayoliga kelmaydi. Kindik qonim to'kilgan joy deydi. Nima bu kindik qon to'kilsa? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kindik qon to'kilgan joy qayerda edi? Makka edi. Rasululloh qayerda o'ldi? Madinada o'ldi. Sahobalar kindik qon to'kilgan joy Makka yoki Madina edi. Qayerda o'ldi sahobalar? Yo'q qabri. Abu Ayyub al-Ansoriy Istanbulda darvozasining tagida o'lib, otlarning oyog'ida tagida yo'q bo'lib ketdi mana. Qani kindik qon to'kilgan joyi? Bir guruh sahobalar Iroqda o'lib ketdi, bir guruhi Shomda o'lib ketdi, bir guruhi biz tomonda, Xuroson tomonda o'lib ketdi. Bu inson go'yoki oxiratdan umidsizligiga o'xshab qoladi. Kindik qoni to'kilgan joy go'yoki abadiy joy. Aslida butun yer kindik qoni to'kilgan insonni. Unda tashab ketma shu yerda ham. Borma jannatga, nimaga borasan? Kindik qoni to'kilgan joyda yasha. Inson mana shuni tasavvur qilish kerak. Bu gaplar oddiy gapga aylanib qolgan odamlarda hozir. Yurtingni, otangni yurtini tashlaysan. Innama masalul muhajir, mana bu joy hozir ko'pchilikda aldaydigan narsa. Innama masalul muhajir kamasalil farasi fi ribatihi. Bu muhojirning misoli xuddiki bir arqoniga bog'langan au fi tivalihi, arqoniga bog'langan bir otni misoli deydi. Shayton mana shunaqa vasvasa qiladi. Muhojirning misoli arqoniga bog'langan otni misoli. Nega aynan shu misolni tanlagan? Otning sha'ni shuki, otni o'zi xislati shuki, qo'yib olsa chopsam deydi. Shuning uchun yechilgan otdan-da chopishga haris narsa yo'q. Qo'yib olsa yugursam, boshi oqqan tomonga qarab ishi yo'q, lekin yugursam deydi. Chunki shu yugurish uchun yaratilganda o'zi. Eng katta g'arizasi shu yugurish. Endi otga shuning uchun bog'lab qo'yishdan-da kuchli azob yo'q. Bir qarich arqonga bog'lab qo'yishdan-da uni g'amga soladigan narsa yo'q. Shu kuchga to'lgan oyog'ini, kuchini qayerga chiqarishni bilmaydi, yugurishga joyi yo'q, bog'langan. Shayton muhojirni mana shunga o'xshatgan. Masalul muhajir kamasalil farasi fi tivalihi. Xuddiki arqoniga bog'langan otdek muhojir deydi. Mana buni tasdig'ini ko'rib turibmiz hozir. Insonlar hijrat qilib chiqyapti, keyin yo'l yo'q boshqa, bog'langan. Qayerga borishini bilmaydi endi, bog'langan otdek go'yoki. Kelajagi nimaligini ham bilmaydi. Haqiqat bu narsa. Haqiqatda muhojir shunaqa bo'ladi. To'g'ri aytadi shayton. Rasululloh aytganlaridek sadaqaq va huwa kazub degan. O'zi yolg'onchi lekin rost aytadi. Haqiqatda shunaqa. Muhojirning misoli bog'langan otdek. Erki o'zida emas. Xohlagan joyga borib yura olmaydi. Va kerak bo'lsa vataniga ham qayta olmaydi. Ana shu holat shayton buni yaxshi biladi. Bu azaldan kelgan, demak, bugun chiqqan, kecha chiqqan muammo emas. Hozir odamlar hijrat desa mana shuni ko'ndalang qiladi. Keyin qayta olmasanchi? Keyin otam qolib ketsachi, onam qolib ketsachi deydi. Yoki shuncha mol, mulk, davlat shular qolib ketsachi deydi. Aslida hijrat shuning uchun hijrat. Hamma narsa joy-joyida bo'lib hijrat bo'lsa, unda nima hijratligi bor? Sahobalar nima bo'ldi? Rasululloh nima bo'ldi? Uylari qolib ketgandi Makkada. Hijratdan keyin, fathdan keyin qaytdilar. Turarga joy yo'q Makkada. Turishlik ham shundoq ham Rasululloh yashab qolmoqchi emas edi. Makka fathidan keyin 1-2 kun turishga joy kerak vaqtincha. Ya Rasululloh qayerda turasiz desalar, hal tarakalana aqilun min dar. Bizni biror hovlimizni qoldiribdimikanlar deganlar. Yo'q, hech narsa qolmadi. Hamma narsa talon-taroj bo'lib ketdi. Fakhalafahu fahajar. Rasululloh aytadilarki, shunda ham shaytonga xilof qiladida hijrat qiladi. Endi bu erekning teshigi borgan sari kishirayib boraveradi. Borgan sari bundan kam insonlar o'tadi. Thumma qa'ada lahu fi tariqil jihad dedilar.
keyin shayton 3-chi jihod yo'lida o'tirib oladi. İnsanlar ko'ramiz, shu hijrat qilgan bilan go'yoki jannatni sotib olgandek his qiladi. Bir ba'zilariki yolmasdan shuni o'ziga bir obro' tarzida muhojiratda yuribman deb ham riyo qilib gapiradi ham. Aslida tuzoqqa tushib o'tirganini his qilmaydi. Ya'ni 3-chi bosqichni o'zi o'tolmaganini nari tursin yomonlaydi. Qadalahu fi tariqil jihad, jihad yo'liga o'tirib olgan. Faqala innamal jihadu juhdun nafsi va juhdul mal. Shayton insonga aytadiki, bu jihad deganing nafsni ham charchatishlik, mol dunyoni ham charchatishlik. Hamma narsa harob bo'ladi. Zamonaviy islohda aytganda terror deyiladi, yani. Buzg'unchilik, qon to'kish, vayronagarchilik. Innamal jihad juhdun nafs va juhdul mal deydi. Atujahid fayuqsamul mal va tunkahul mar'a. Sen jihad qilmoqchimisan? Jihad qilsang nima bo'ladi deydi. O'lasan, mol dunyoning taqsimlanib ketadi hammaga. Va tunkahul mar'a, xotining boshqaga tegib ketadi deydi. Endi bu odatda jihad erkaklar qilishligi uchun erkaklar bu yerda hozir gapirilyapti. Va tunkahul mar'a, xotining qoladi, sendan keyin boshqaga tegib ketadi deydi. Bu vasvas kelganda go'g'ida ba'zilar boshqa tomondan buni xatoga yo'l qo'yib qo'yadi keyin. Bir-biriga va'da berib oladi, qasam ichib. Go'yoki shu bilan shu vasvasadan qutulgandek tuyuladi. Bu narsa bir aslida sarob bilan ovora bo'lish. Ya'ni shayton bu yo'l bilan baribir sizni jihad qilishingizga qo'yib bermaydi. Ya'ni mendan keyin tegmaysan, bo'lsa mendan keyin uylanmaysan degani bilan qo'yib bermaydi. Ularni ikki qilsa gunohkor qilishni xohlaydi. Hatto ba'zilar qasam ichadi keyin baribir dosh bera olmaydi, qasamini buzadi. Ham qasamini buzib gunohkor bo'ladi, ham keyin va'daboz bo'lib gunohkor bo'ladi. Aslida haqiqat shu ediki, o'shani ham sindirish kerak edi. Ya'ni mayli. Xotin nikohlanadi, hech qanday muammo yo'q. Mana shu aslida chiqish degani shaytonning yo'lidan. U boshqa tomondan xiyla qilaman demang shaytonga. Sizdan-da yaxshi xiylani biladi. Bu insoniyat yaralgandan beri necha ming million yildan beri shu masalada yuribdi. Bu ishi shu uni. Nega ajri bor jihodni yoki shahid bo'lishlikda? Shuning uchun inson hamma narsasidan voz kechadi. Ahli, moli, bola chaqasi, hatto o'z nafsi hamma narsadan voz kechadi. Lekin bu yerda yana bir nuqta bor. Odamlar hozir hijrat bilan jihodning o'rtasini ajrata olmaydi. Masalan, jihodga ketdi deydi. Qanaqa jihodga ketadi? Insonlar hijratga ketdi. Bu borgandan keyin jihod qilish boshqa masala bu. Hijrat bilan jihodning o'rtasini ajratib olish kerak. Kimdir hozir shu yerga yetib oladida jihodga yetdim men. Qanaqa jihodga yetasan? Inson uyda o'tirsa ham jihod qilgan bo'larmi, o'sha yerga borsa? Sen hijrat qilding xolos. Hijrat qilgandan keyin yana jihod u qilinadi u. O'sha joyda yashagani bilan inson mujohid bo'lib qolmaydi. Kimlardir faqat g'animat yeb yotibdi masalan quruqqa. Bu insonga mujohid deyishlik emas bu. Fakhalafahu fajahad. Rasululloh aytadilarki, inson shunda ham xilof qiladi-da, jihad qiladi. Faman fa'ala zalik kana haqqan 'ala Allohi an yudkhilahu al-jannah. Kim shunday qila bilsa, Alloh zimmasida haqqi uni jannatga kirgizish deydilar. Endi shuncha natijadan keyin mana. Shuncha natijadan keyin kim shuni qila bilsa, kana haqqan 'ala Allohi an yudkhilahu al-jannah. Va man g'ariq kana haqqan 'ala Allohi an yudkhilahu al-jannah. Kim shu yo'lda g'arq bo'lib o'lib ketsa ham Allohga haqqi uni jannatga kirgizish. Shu yo'lda qaysi birida bo'lsa ham iymon keltiraman deb kerak bo'lsa, iymon keltirdi o'lib ketdi hijrat yo'lida. Haqqan 'ala Allohi an yudkhilahu al-jannah. Va man yakhruj min baytihi muhajiran ila Allohi va rasulihi thumma yudrikuhu al-maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah.
Alloh oyatda aytgandek, kim uyidan chiqsa, tamom bo'ldi, chiqdi. Alloh rasuliga hijrat deb chiqsa, unga o'lim yetsa, ajri Alloh zimmasida dedilar. Ajri Alloh zimmasida dedi. U yetdi, yetmadi qizig'i yo'q. Kim uyidan chiqdi jihodga deb, qildi, qilmadi qizig'i yo'q. G'arq bo'lib o'ldi yo'lda. Kana haqqan Alloh yudkhilahul jannah dedi. Wa man waqasahu dabbatuhu kana haqqan Alloh an yudkhilahul jannah. Kimni ulovi yiqitib o'ldirsa ham Alloh zimmasida haqki uni jannatga kirgizishligi. Shu yo'lda avariya bo'lib o'ldi masalan. Yoki bir bombardimon bo'lib o'ldi masalan. Haqqan Alloh yudkhilahul jannah deyapti. Otib o'ldirildi. Haqqan Alloh yudkhilahul jannah dedi. Chunki bizga muxolifat ko'rinishi kerak xolos. Ya'ni shaytonga muxolifat. Mana ko'rib turibsizki, mana bu shayton ana shu shayton degan. Hech qoida bu Rasululloh hozir 3 misolni keltirdilar xolos. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam jamiul kalim, ya'ni bir kalimalarda jamlovchi bir narsalarga ishora qilib qo'yadi xolos. U narsadan inson hammasini yo'lini chiqarib olaveradi. Ilm yo'li bo'ladimi, dunyodagi boshqa ibodat yo'limi, hammasi mana shu misollardan chiqariladi. Mana shu shaytonning shuncha vasvasasi bo'lganligi uchun Alloh bizga buyuryaptiki, qul a'udhu bi robbin nas. A'udhu billah deng. Mana shu vasvasalardan. Boshqa chora yo'q ya'ni. Qul a'udhu bi robbin nas. Insonlarning Robbisi bilan panoh tilayman deng. Savol: nega insonlarning Robbisi bilan panoh tilayman? Alloh taolo hamma narsaning Robbisi-ku. Nega aynan insonlar tanlangan? Chunki inson dunyoda yashaganda shu dunyoni boshqaruvchi go'yoki shu inson deb o'ylaydi. Hozir musulmonlar ham shunaqa holatga kelib qolgan. Tillarda tan olib aytadi. Masalan, dunyoni boshqarib turganlar yahudlar deydi. Nauzubillah. Qanaqa qilib dunyoni boshqarib turgan yahudlar bo'ladi? Alloh ularni maymun to'ng'izga aylantirgan bir xalq bo'lsa. Odamlar chunki shu insoniyatni butun olamni boshqaruvchisi deb o'ylaydi. Balo kelsa ham shu insondan, yaxshilik kelsa ham shu insondan so'raydi. Baloni ochishni ham insonga yalinadi, yolvoradi. Yaxshilikni ber deyishni ham insonga yalinadi, yolvoradi. Boshqa narsalar hech narsa emas, go'yoki shu inson koinotni boshqarib turgan narsa. Aslida Alloh subhanahu va taolo oyatda aytgandek, hal ata alal insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an mazkura. Inson bir vaqtda eslasin, bir tilga olinadigan narsa ham emas edi degan. Farqi yo'q edi odamniki bilan hayvonniki, bir xil edi. Kim inson aslida? Mana shu tushuntirishlik uchun Alloh taolo qul a'udhu bi robbin nas degan. Bu inson, uni Robbisi bor. Shuni eslab tur. O'sha bilan panoh tila. Chunki butun koinotda shu buzg'unchilik qiladigan ham shu inson. O'shani yomonligidan ham shu Robbi bilan panoh tila degan. Zaharal fasadu fil barri wal bahr. Quruqlik va dengizda buzg'unchilik qayerdan kelib chiqyapti? Mahluq boshqa mahluqning yomonligidanmi? Bima kasabat aydin nas. Aynan inson uchun. Shu insonni qo'li kasb qilgan gunoh uchun. Shuning uchun Robbin nas degan aynan inson kalimasi tanlangan. Robb nima degani? Robb boshqaruvchi degani, yaratuvchi degani. Ya'ni kuchini unutma degani Alloh taoloni. Malikin nas degan. Yana inson. Chunki gohida bir insonni tarbiya qiluvchisi bo'ladi, lekin uni egasi bo'lmaydi. Masalan, kishi ham farzandini olib borib tarbiyachiga beradi. Bog'chaga beradi, bog'cha uni tarbiyalaydi. Ma'lumki, u bola bog'chadagi insonlarniki emas, boshqaniki. Shuning uchun ham insonlarning Robbisi desa go'yoki tarbiyalaydi, lekin ega emas ularga degan ma'no chiqishi mumkin. Malikin nas, egasi ham dedi bana. Yuqorida aytganimizdek, dunyoni boshqarib turgan inson emas, Alloh. Va o'sha boshqarib turganlarda egasi bor, Malik. O'sha Allohning qo'lida. Malikin nas. Inson kim, Alloh kim, shuni tushunishlik uchun rububiyatni o'rganish kerak shuning uchun ham. Asmo sifatni o'rganish kerak shuning uchun ham. Uluhiyatni o'rganish kerak shuning uchun ham ilahin nas deydi keyin. 3 oyat butun borliqda hammasini sifatlab bergan. Rububiyat birinchisi,
Robbin nas. Ikkinchisi Malikin nas, asmo sifat bobiga kiradi, Malik. Uchinchisi ilahin nas, ulug'iyat degan. Tavhid o'zi mana shu 3 narsa. Shuning uchun ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bejiga aytmadilar. Lam tura misluhunna qat yoki lam yura misluhunna qat. Bu suralardagi sura boshqa ko'rilmagan. Hayotda inson dunyoga kelishdan maqsad mana shu 3 ta narsani tanishlik, rububiyat tavhidi, asmo sifat tavhidi, ulug'iyat tavhidi, ilahin nas. O'z-o'zidan ko'rinib turibdiki, Robbim Alloh deya olishingiz uchun birinchi o'rinda oldin ko'p aytgandek, Robbim kimligini tanish kerak. Rububiyat, asmo sifatni tanish kerak. Shunda sizga ulug'iyatni o'rgatadi. Ulug'iyat nima degani? Sig'inish degani. Nega insonlar sig'ina olmaydi? Robbim, Robbim deb yuraveradi. Tanimaydi chunki Robbisini. Asmo sifatlar bilan taniladi. Ilahin nas degani shu. Odamlarning ilohi, ya'ni sig'inilaydigani faqat shu Alloh. So'raydigani faqat Alloh. Bu ulug'iyat degani. Bu 3 narsani zikr qilgandan keyin bir-biriga bog'lab min sharril vasvasil xonnas deydi. Min sharril vasvasil xonnas. Berkinaydigan vasvasachining yomonligidan panoh tilayman deydi. Ajoyibki, Qur'onda tartib 3 tavhidni zikr qilgandan keyin shaytonni zikr qildi. İnsanlarga bir narsaga tanbeh bergan. Hozirgi insonlardagi irjo bu. Ya'ni shu iymon kufr masalasini tushunmaslik, aqidaviy masala va hamma narsa shu muammoni tagi, tomiri mana shu aslida. Mu'min kim desa, bir inson Robbim Alloh desa mu'min deb o'ylaydi shuni. Ha, bir mu'min Alloh akbar, mashalloh, subhanalloh desa shuni mu'min deb biladi. Lekin shaytonni eslaylik. Tarixga qaytib shayton kim edi? Alloh subhanahu va taolo sajdaga buyurganda shayton bosh tortdi. Alloh taolo shunga shaytonga qarab aytgan oyatni qarang. Qala ya iblis ma mana'aka an tasjud lima khalaqtu bi yadayya. Ey iblis dedi. Men o'z qo'lim bilan yaratgan narsaga sajda qilishni seni nima man qildi? Astakbarta am kunta minal alin. Ikkita sifat keltiryapti. Astakbarta, ya'ni kibrlik qilyapsanmi, kibrlilik, am kunta minal alin, yoki o'zi sen kattalardanmiding yoki. Ikki sifat bor. Insonlarda ham aldaydigan mana shu ikki sifat bor. Istakbarta degani yo'q joydan bir kibr qilib qoladi. O'zi yo'q, hech vaqos. Manmansiraydi. Bunaqa insonlarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam eng qattiq azoblanadigan inson deganlar. Ailun mustakbir, o'zi yo'q narsasiga kibr qiladi. Am kunta minal alin degan yoki o'zing haqiqatda katta oliylardanmisan? Bu ya'ni bor bo'lib kibr qiladi. Demak, ikkala sifat ham insonni haqdan mahrum qiladi. Kimdir yo'q narsasiga kibr qilib haqdan mahrum bo'ladi. Kimdir bor, tan olamiz. Bor, hamma narsadan bor. Ilm ham bor, dunyo ham bor, mansab ham bor, hamma narsa bor. Haqiqatdan minal alin. Oliylardan haqiqatdan ham. Lekin Alloh shaytonga aytgan, ikkala xislat bo'lsa, ikkalasi ham seni, ya'ni shu xislating seni itoatdan man qilyapti. Astakbarta am kunta minal alin. Shayton nima dedi? Falsafaga kirdi. Mana shu balo. Ya'ni inson haqiqatda olib kelinganda bo'yin egmasdan shu gapni olib qotishligi shu baloni boshi bo'ladi. Xalaqatani min narin va xalaqatahu min tin dedi. Meni olovdan, uni loydan yaratgansan. Shu gap gapirilgan zahoti, maynavozchilikka o'tilgan zahoti, maydalashgan zahoti fakhruj minha innaka rajim. Chiq bu yerdan, yo'qol, sen mal'unsan dedi. Hozirgina shayton u farishtalar safida turgan edi u. Nega mal'un bo'lib qoldi? Alloh bilan gaplashib o'tiribdi bu. Shuning uchun bir inson Alloh bilan gaplashyapman desa ham siz unga aldanmang, mal'un bo'lishi mumkin. Alloh bilan gaplashib o'tiribdi. Bir inson Allohni yaratuvchi desa ham siz unga aldanmang. Xalaqtani deyapti, meni yaratgansan deyapti. Tan olyapti. Va xalaqtahu deyapti, uni ham yaratgansan deyapti.
Inson bu bilan mo'min bo'lib qolmaydi. Fakhruj minha, shu yaratuvchiligini tan olsa ham, hamma narsani tan olsa ham fakhruj minha, yo'qol dedi. Mal'unsan, innaka rajim mal'un degan. Shayton aytgan gapini qarang. Bundan ham ajoyib bir narsa. Qala fa bi izzatik. Izzatingga qasam degan. Ya'ni hali ham bu Allohni inkor qilgani yo'q. Allohning qudrati, hamma narsadan azizligi, hamma narsadan buyukligi, hech narsani inkor qilgani yo'q. Izzatingga qasam, kibrimga qasam demadi. Men olovdanligimga qasam demadi. Nauzubillah, bizda insonlar shunaqaki shaytonchalik ham bo'la olmaydi-da. Hozir insonlar bir narsaga qasam ichmoqchi bo'lsa, nonga qasam, tuzga qasam deydi. Otamga qasam, onamga qasam. Ha, shayton Allohga qasam ichib o'tiribdi. Inson shayton izzatingga qasamda o'tiribdi. Nahot inson shaytonchalik bo'la olmaydi. Yo'q, Allohni qadrlay olmaydi shaytonchalik ham. Shu non unga qadrliroq shu Allohdandir. Shuning uchun Allohga qasam qilsa qoniqmaydi. Qo'shish kerak, nonni, tuzni, otasini, onasini hayotini qo'shish kerak. Yoki mana arablarda van nabiy deydi. Shuni qo'shish kerak, payg'ambarga qasam deyish kerak. Qoniqolmaydi Allohga qasam deyishga. Shayton qoniqqanmadi. Chunki shayton yaxshigina tanirdi. Alloh kim? O'zi kim? Shuning uchun hech u narsada e'tiroz bo'lgan yo'q. Xalaqtani deyapti. Men yaratgansan, uni yaratgansan, izzating bor. Bu bilan iymon bo'lib qolmaydi lekin. Fa bi izzatik deb turib la ughuyannahum ajma'in degan. Hammasi baribir yo'ldan uraman. Demak, Robbin nas deb tan olib o'tiribdi shayton ham. Malikin nas deb tan olib o'tiribdi shayton ham. Ilahin nas degan joyida nuqsonga yo'l qo'yapti. Ilahin nas degani o'sha Robbga, shu Malikka sig'inish kerak, amriga itoat qilish kerak. Shundagina inson mo'min bo'ladi, bo'lmasa mal'un bo'ladi. Mana shunda inson tavhidul uluhiyatda nuqsonga yo'l qo'yib kofir bo'ladi. Shu narsani tushunmagandan hozir ig'vo. Bir odam musulmon deydi. Qanday musulmon bo'ladi? Allohga sig'inmasa, namoz o'qimasa, nima qildi musulmon bo'lib? Shaytonchalik kerak bo'lsa, Allohga qasam deya olmasa, nonga qasam, tuzga qasam desa, kim musulmon bo'ladi? Alloh yaratuvchim degani bilan musulmon bo'ladimi? Shayton ham aytib o'tiribdi buni. Shayton bitta sajda qilmasdan kofir bo'ldi. Qanaqa qilib bir kunda 5 mahal sajda qilib turibdi, sajda qilmaydi, musulmon bo'ladi u? 10 yil, 20 yil muhlat beryapti Alloh, qilmayapti. Shaytonga qarang, bir munozara muhlat berdi xolos Alloh. Nega qilmading? Tamom, bitta munozaradan keyin mal'unsan, yo'qol dedi. Bu insonga Alloh umr beryapti, necha yillik. Inson o'ylab ko'rish kerak, kimni tarafini olyapti shuning uchun ham. Shaytonul marjumni, shaytonul la'inni, atbosini tarafini olayotgan bo'lib chiqadi oxir oqibat mana. Innaka rojim dedi. Mana shu ilahin nasni tan olishlik degani. Ya'ni inson ulug'iyatni, ya'ni Allohning buyrug'ini itoat qilishni his qilish kerak. Alloh taolo oyatda aytgandek, ala, ya'ni ogoh bo'linglar degan. Shunda aldanmanglar degan. Ala degani shuni bildiradi. Ala lahul xalqu val amru. Shu ikki narsani yodlab olish kerak. Lahul xalq bizning insonlar mana shu faqat. Ya'ni lahul xalq degani yaratish Allohniki, hamma tan oladi. Yaratgan Parvardigor Xudo hamma shuni tan oladi. Xo'p, lekin val amr degan joyichi. Amr kimniki? Senikimi amr? Yoki ustingda turgan bu boshliqnikimi amr? Amr kimniki? Val amr ham Allohniki. Kim huquq berdi yaratish Allohga, amr boshqaga deyishga? Bu shaytondan bu. Shayton mana shu yo'ldan shayton bo'ldi. Mana shu vasvasadan ham tushunish uchun Allohdan panoh tilanadi shuning uchun. Irjo deyiladi ana shuni. Murjiylik, ya'ni inson o'zi his qila bilmaslik, yaratish nima degani, ulug'iyat nima degani, ya'ni nima uchun dunyoga keladi inson. A'udhu bi robbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nimadan panoh tilaymiz? Min sharril vasvasil xonnas. Asl kerakli narsa mana shu edi. Vasvasil xonnas yomonligidan panoh tilash. Yuqoridagi 3 oyat esa shunga vasila edi. Mana vasila qilmoqchimi inson? Qabrdan borib so'ramaydi. Avliyodan borib so'ramaydi, Allohdan so'raydi, mana shunaqangi duolar bilan so'raydi. O'zi go'yoki sura bir oyat o'zi.
Shu shaytondan panoh tilash, tamom. Suradan maqsad shu o'zi. Lekin yuqoridagi narsalar mana shunga vasila bo'lyapti. Min sharril vasvasil xannas. Berkinuvchi vasvasachining yomonligidan panoh tilayman deng. Min sharril vasvas. Alloh subhanahu va taologa hamd bo'lsinki, shaytonni yomonligidan deganda o'rtaga nimani qo'yapti? Vasvas. Ya'ni vasvasdan boshqa yomonlik qila olmaydi. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar, alhamdulillahillazi radda kaydahu ila alwaswasa. Hadis bu. Bir sahobiy keladi, ya Rasululloh, men shu ko'nglimda shunaqangi bir g'alayon gaplar topaman, har xil shak shubhalar, gumonlar yoki har xil ma'siyatga harakat, intilish, hamma narsa ko'ngliga kelaveradi inson. Bu gapirishga ham qo'rqaman, shunaqa yomon xayollar keladi deydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunda ana shu hadisda aytganlar, alhamdulillahillazi radda kaydahu ila alwaswasa. Allohga hamd bo'lsinki, qilgan nayrangida vasvasadan boshqa joyga qaytarmagan ekan mana. Ya'ni qo'lidan kelgani shu ekan, vasvasa. Inson o'zi his qila biladimi? Shayton kelib kimni qo'lidan ushlab bir gunoh qildiryapti. Kimni oyoqdan yetaga olib borib qo'ymasa sudrab gunoh qildiryapti. Kimni ichiga kirib shayton shu tilini qichitib gapirtiryapti. Inson o'zida, erki o'zida. Nima qilyapti shayton? Yomonligi shaytonni nimada? Min sharri al-vaswas. Shu vasvas xolos. Boshqa hech qanday zarar bera olmaydi shayton. Shuni his qilgan inson shaytonni ham qanaqa qilib yengishlikni his qiladi. Vasvasadan yengilmagan odam shaytondan yengila olmaydi. Vasvasa, ya'ni insonni shu xayoliga gumon tashlash degani. Shu gumonni daf qilish shaytondan qutulish degani. Qabul qilish yengilish degani. Chunki vasvas tashalgandan keyin bu qalbga kirib ishlaydi, iloji yo'q. Shuning uchun shayton jahannamga solinganligini hikoya qiladi Alloh bizga. Jahannamga tashlandi shayton mana. Insonlar ham tashlandi uning ergashganlari. Hammasi jahannamda. Ma'lumki hamma shaytonga yopishadi. Sen bizni adashtirgansan deydi. Buni Alloh taolo Qur'onda aytib qo'ygan. Jahannam ahli qichqiradi. Robbana arinal ladayni azallana minal jinni val insi naj'alhuma tahta aqdamina. Insonlar qichqiradi jahannamda. Ey Robbimiz, bizga shu bir ko'rsatgin, bizni adashtirgan jin shayton va inson shaytonlarni. Shu oyog'imiz ostiga yanchaylik deydi. Ya'ni bizni shu yerga tushirdi ular. Shunaqa qilib qichqiradi jahannamda. Ha shayton shunda nima deydi? Ma kana li alaykum min sulton illa an da'utukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhiyya. Shaytonning javobi mana shu bo'ladi. Men sizlarga bir hukmronligim yo'q edi-ku. Ya'ni kimni qo'lidan tortib olib borib qildirdi, kimni oyog'idan tortib olib borib qildirdi. Illa an da'utukum fastajabtum li. Men chaqirardim, javob qilardinglar. Shu edi hayot. Ana shu vasvasa degan. Hech qanday boshqa narsa emas. Illa an da'utukum fastajab. Chaqiradi, javob qilib ketaveradi odamlar. Falatalumuni, meni ma'lumot qilmaylar, valum anfusakum, o'zlaring qildinglar. O'zlaring ma'lumot qilinglar. Ma ana bimusrikhikum, bugun men sizlarni qutqaruvchi emasman. Va ma antum bimusrikhiyya. Sizlar meni qutqaruvchi emassizlar deydi. Inni kafartu bima ashraktumuni bihi min qabl. Oldin sizlar meni Allohga shirik qilganlaringga men o'zim birinchi men kofirman hozir deydi. Men o'zim inkor qilaman hech kim emasligimni deydi. Ya'ni iqror bo'ladi. Shuning uchun buni hiylasi vasvasadan boshqa narsa emas. Qayerdan boshlash kerak ishni desa, shu vasvasani kirgizmaslikdan boshlash kerak. Inson gohida bir xayol qilay deydi, shu bilan tamom bu inson tamom bo'ladi. Inna shaytonni jasimun ala qalbi ibn Adam. Asarda keladiki, shayton odam bolasining qalbini oldida o'tirib oladi. Xuddiki haligi yirtqich qushlarga qarasangiz, bir kasalmand hayvon bo'lsa, shuni yiqilishini qarab o'tiradi. Denkas qurib yiqildi degandan borib shuni ushlaydi. Shayton ham mana shunaqa. Insonning qalbiga qarab o'tiradi, hech narsa qilmaydi. Ishi shu, kutib o'tiradi. Ana shu xonnas degani. Pisim olib o'tiradi. Xonnas qonnasga o'xshaydi xuddiki. Qonnas kim degani? Qonnas ya'ni bu hozirgi mana zamon tilida aytsak snayperchi degani.
Ya'ni chetdan poylab turadi, kuzatib turadi, bekinib turadi. Ishini qiladi, qochadi. Xonnas ham shunga o'xshab ketadi. Xonnasa berkinish degani. Alloh taolo buni siyg'ay mubolag'a bilan sifatlagan. Xonnas. Ya'ni ishi shu, berkinadi, qochadi, yana keladi, qochadi, yana keladi, qochadi. Haligi shu xuddiki haligi o'ljaga tashlalayotgan qushga yoki hayvonga o'xshaydi. Haydaydi, kelaveradi, haydaydi, kelaveradi. Qochadi, yana keladi. Ana shu xonnas deyiladi. Inna shaytona jasimun ala qalbi ibn Adam. Shayton odam bolasining qalbini chetida pisinib o'tiradi. Ida zakaralloha xonas. Agar Allohni zikr qilsa, qalbdan berkinadi shayton. Agar g'ofil qolsa, yana keladi. Shuning uchun zikrda ahamiyat kelib chiqadi endi mana. Vasvas kelganda dosh beradigan odam topilish qiyin. Shuni kelmasligi uchun nima qilinish kerak desa, uni haydab turish kerak, berkitib turish kerak. Daf qilib yo'qotib yuborib bo'lmaydi, berkitib turiladi. Ish dunyo shu bilan o'tadi. Haydaysiz keladi. Shu hayot shu. Ana shu xonnas degani. Yomonligi shu vasvasada xolos. Min sharril vasvasil xonnas. Bu qayerda vasvasa qiladi desa, allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Bu insonlarning sadrida vasvasa qiladi. Sadr nima degani? Ko'ksida degani. Shayton qalbga kira olmaydi. Shuni tushunish kerak. Kim shuning uchun men qalbimga shu shayton o'rnashib oldi desa yolg'on aytibdi. Shayton qalbga kira olmaydi hech qachon. Allazi fi sudurin nas degan, fi qulubin nas demagan. Qalb bilan sadr o'rtasida farq bor. Alloh taolo oyatda aytadi: "Innaha la ta'mal absar." Insonlarda haqni ko'rishdan ko'zlari ko'rib bo'lmaydi deydi. Walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Nima ko'rib bo'ladi? Sadr ichidagi qalblar ko'rib bo'ladi deydi. Ta'mal qulub allati fi sudur. Demak, qalb boshqa narsa, sadr boshqa narsa. Ya'ni sadr nima, qalb nima? Sadr ko'ksi degan insonni. Qalb esa shuni ichidagi narsa. Shuning uchun qulub allati fi sudur deyapti. Shayton qayerga kira olar ekan? Qayerda vasvasa qilar ekan? Qalbda chekirib vasvasa qilmaydi. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Insonning ko'ksida, ya'ni shu ko'ksi, ko'krak qafas ichida kirib vasvasa, qalbda chekira olmaydi. Shu qalbda oldida turib oladi. U vasvasa tashab turadi, xolos qalbga kira olmaydi ichiga. Shuning uchun ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda inna shayton yajri min ibn adam majrad dam degan. Shayton odam bolasidan qon o'rnida yuradi, lekin qalbga yetadi demagan. Qon o'rnida yuradi, xolos aylanib yuradi insonning jismida, hamma joyda. Lekin qalbga yetib bora olmaydi, sadrga yetib boradi. Allazi waswisu fi sudurin nas degani. Minal jinnati wan nas. Jin va insonlardan iborat vasvasachi, berkinuvchilar yomonligidan. Bu minal jinnati wan nas mutaalliqi qayerga boradi? Ya'ni qayerga bog'lanadi? Nima u? Ya'ni vasvas qiluvchi jin va insonlardan iborat bo'ladimi yoki fi sudurin nas, o'sha ko'ksida vasvas qilinayotganlar ikki toifaga bo'linadimi? Ya'ni an-nasga boradimi? Minal jinnati wan nas yoki allazi yuwasvisuga boradimi? Ikki xil tafsir ham bor. Ikkalasi ham mu'tamad. Ya'ni ikki xil tafsirdan shunaqa ma'no chiqadiki, vasvas qiluvchilar ham ikkiga bo'linadi. Shaytonlar, yuqorida aytganimizdek jin shaytonlar va inson shaytonlar. Vasvas qilinadiganlar ham ikkiga bo'linadi. Ya'ni gohida inson shaytonni vasvas qiladi, gohida shayton insonni vasvas qiladi. Alloh taolo oyatda aytgandek: "Va kadalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan." Shunday qilib biz har bir payg'ambarga dushman qilganmiz. Qanaqa dushman? Shayatinal insi val jinni. Shaytonlar dushmanlari. Inson va shayton bo'lgan, jin bo'lgan shaytonlar. Hani ikkalasi ham bor mana. Shayatinal ins val jin bo'lgan dushmanlarni qilganmiz. Endi payg'ambarlarga agar shu dushman qilingan bo'lsa, boshqalar buni batariqa olib kutaverishdi. Boshqalar buni batariqa olib kutishligi kerak. Ya'ni bu bor narsa. Shayatinal ins val jin. Bular qanday ish qiladi? Ular birgalashib ish qiladi.
Xuddiki hozirgi zamonda davlatlarda boshqaruvida bir tuzum bor. Mana arablarda ham jaysh va shurta deydi. Ya'ni armiya bor, izmbi. Shurta bor. Bu militsiya xodimlari. Bu shayatinul ins val jin ikkalasi birgalashib ish qilgandek, bular ham birgalashib ish qiladi. Alloh taolo oyatda aytayaptiki, "Kadalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan shayatinul insi val jin." Har bir payg'ambarni shunaqa dushmanini qilganmiz, jin va insondan iborat shaytonlar bo'lardi. Qanday ular ish qilardi desa, yuhi ba'dhum ila ba'd. Ba'zilari ba'zilariga vahiy qilardi deydi. O'rgatadi. Unisi bunga, bunisi bunga o'rgatadi. Mana inson shaytonlar, jin shaytonlarga ta'lim beradi. Bu bor narsa. Va jin shaytonlar esa inson shaytonlarga ta'lim beradi. Hozirgi zamonaviy texnologiyada insonlarning hammasi aldanib qolgan mana bu narsalar, ma'siyatga ishlatilayotgan telefonlar bo'ladimi yoki kompyuterlar bo'ladimi, bu shayton, jin shaytonlarning qo'lidan kelmas bunaqa narsalar ishlab chiqarishlik. Inson shaytonlar mana shularni ishlab chiqarib, jin shaytonlarga vahiy qildi, shuni ma'siyatga ishlatishlikdi. Keyin ular mana shuni gij-gijlashni boshlashdilar. Bu bir-birlaridan ta'lim oladi. Yuhi ba'duhum ila ba'd degan. Ba'zilari ba'zilariga vahiy qiladi. Zuhrufal qawl, ana shu botil so'zlarni aldab vahiy qiladi. Shuning uchun oyatdagi minal jinnati wan nas degan kalima jin va shaytonlardan iborat nima? Vasvas qiluvchilarmi? Bu ham to'g'ri. Va jin va shaytondan iborat vasvas qilinadiganlarmi? Bu ham to'g'ri. Ikkalasi ham bir-biriga vasvas qiladi. Shuning uchun aytdikki, suraning kindigi shu. Auzu billah deyish faqat. Biz oldin Fotiha surasida aytdik, Qur'on auzu billah bilan boshlanadi, auzu billah bilan tugagan. Uning oldi faqat vasila, nihoyasi esa vasf. Ya'ni o'sha shayton kimligini tanitish bo'ladi. Qul qawli hada astagfirulloh va lakum subhanakallohu va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta